Yüzümge nur saçken quyoshim onam, qalbimga nur sochgan quvonchim onam. Dard cheksa balandlik boshimni silab, yonimda kulib keyin yig'lagan onam. To'ydim tashvishlardan, g'iybat mishmishlardan, yuring aylanamiz olib beray zo'rlardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyolardan. Yuragizdan dardlaringiz ko'p, farzand bo'lib siz olmadim. Bolam bering mehr berib, sizdan ona bo'la olmadim. Qancha tikan bosib o'tgan izlaringiz bosolmadim ona. Sizdek bo'lolmadim ona. Kim yana kimdan uzar, oyog'ingni chalib uzar. Jim qaraysan atrofingga, do'sting kulib sendan uzar. O'rningizni bosolmaydi hech kim, mehribon onam. To'ydim tashvishlardan, ay shu ishlardan, yuring aylanamiz olib beray zo'rmonlardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyolardan. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Shuningdek, yaxshi kunda qaysi xonadonni xizmatida bo'lganimizdan xursandmiz. Bugungi tashrifimiz sababchisi nur yuzli onajonimiz Nabiyonajon. Onajon tug'ilgan kuningiz bilan. Avvalambor shukronat bilan. Allohga Peygamberimizga ummat qilgan kuningiz. Cheklarimizni tabriklaymiz. Hamisha shuningdek go'zalligingiz yaxshi ko'rib, hurmat e'tibor onajon. 100 yoshlarga kirib o'tirmaysiz. 100 yoshlarga kirganingizdan shunga yaqinlarimiz bilan davrada muhtaram kiyimlarni tabriklab o'tirish nasib etsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Rizqingiz butun bo'lsin. Nega orzularingiz esa Alloh o'zingiz yetiraversin. 100 yoshlarga kirib o'tirish. Farzandlaringizni, gelinlaringizni, o'g'illaringizni, oqlaringizni nomini tabriklab keldik. Shuni baxtidan hamisha sog' omon bo'ldiringiz. 100 yoshlarga kirganingizda shunday oqtin cho'loqlaringizni bag'rimda o'ynab yurib tabriklab o'tirish sho'rdagi barchaga nasib etsin. Yuzingizdan nur, labingizdan tabassum hech qachon arimasin. Hamisha shuningdek hurmat, izzatda yuravergan ilohim. Umringiz uzoq bo'lsin. Shunda endi yaqinlarim yaxshi tilaklarni eshitamiz. Yok, hayır, otursana. Ay, mal koyun. Bin bilen de karrı 120 yaşlarınızda şu kasasıyan şu bilmesiyenin yaşaşmasını kılaversin. Şu Allah Teala'dan da neydi şu 150 yaşa gidende bölmeyeyiz. Her şey yaşlı günlerin üstünde yuva olup oturuşmasını kılaversin. Sağlık selamet biliyorsun. Yani bu arada tabii ki ben kültür, kültürümün
Vallahi arkadaşlar, akşamlarında köprüler, içeriden aktar soğuk yollarına kadar gelsinler. Şu alanda acayip bir insan bu besleyen nasip etsin. Barışlık olur. Bakıyoruz, kursaları, Allah'ın yetişmesi beraber. Onunla mutlu olarak yani. Mutlu olarak Ne var? Yığlama ne? Ne yığlıysan? Bana gel. Ne yığlıysan? Campur sanam töz. Allah kadenden Peygamberimizge hürmet bo'lgan shukrona kuni bilan tabriklayman. Hamisha doim bilan daygan shartdan qarshi farzandlarni avlodini qo'yasiz. 100 yoshlarga kirib hoji va bola hojimomo bo'lib yurganingizda hamma ishida birgalikda shu hojani farzand birgalikda o'tiramiz hamisha. Hamisha farzandlar orqamda bo'lmaysiz. Bunda şair. İlahim aytganingizga siz joningiz sog' bo'lsin ilohim. Hamisha shuningdek yaxshi kunlarga yuraverasiz. Dikler. Okşam mıydı kursan? İlahim aytganingizga sen joningiz sog' bo'lsin ilohim. Xotirjamdan kelib tabriklab o'tirishingizga
çocuk bence nasip etsin. Anamın dünyada yaşayış başkaça. Annenin tarihi yetri başkaça. Kimseye ta 91 yaşayacağı. Ulan Türkiye öğrendiler değil mi? Dünyada yaşayış başkaça. Yaşayışda anamız bizlerle oynadı. Tümükün Xudoda baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yomon. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamlar daryoga ursa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Osmonda yulduz ko'p bo'lsa ham, oy nurni boshqacha. Dunyoda odam ko'p bo'lsa ham, ota ona o'rni boshqacha. Otajon, onajon, 100 yoshlarga kirincha shu farzandlaringizni o'zlaringiz bosh o'rgaysizlar. Farzandlar rohatini ko'rib o'tirish nasib etsin Alloh. Hamisha shuningdek hurmat, izzatda yuraverasizlar. Chiroyli qarsaklar chap qo'yamiz endi jo'najoz uchun. Hayla kumba. Oyna. Koy koy.